Sobir! Ha? Sobir! Keling, yaxshimisiz? Tinchlikmi? Sobir uydami? Uxlayaptilar. Tinchlikmi? Operatsiyaga pul beraman degandi. Ertalabdan beri kutib o'tiribmiz. Ha. Kichkina ahvoli jiddiylashdi. Mulaka, Sobir akam pullari yo'q. O'zi ularni qarzlari boshlaridan oshib toshib yotibdi-ku. Borib boshqasidan so'rang. Men unga ishongandim-u. Olib keldingizmi? Oyjonni chaqiring. Bolamni o'limida ukangiz aybdor. Oy. Yaxshimi degan? Ey, qaraysan? Yaxshimisan? Sochingni ozgina menga bersang-chi. Ishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi, yaxshi. Ol, ha, olyapman. Kelin, siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka, Ha, ana o'g'it bor edik olganingiz. ha. O'shani pulini berib qo'ydim. Voy, meni esimdan chiqibdi. Nima qilarding? O'zim berardim. Ha, aka, berib qo'ydim, siz o'ylamang. Yo'q, unga Sizniki meniki bormi aka? Qo'ysizchi. boringga shukr. Rahmat, rahmat, baraka top. Boringga shukr. Yaxshi ham borsan. Ha, rahmat. Aka, bo'ldi, xijolat bo'lmang.
Mana mulla aka, Ha. Jamilaxonni ham to'ylarini qilsak, Ha. 3 ta ovsin, opa-singil bo'lib, Ha. xizmatlarini qilamiz. Yaxshi, yaxshi. Ha, Jamilaxon? Xudo xohlasa. Jamilaxon. Bo'ldi, uyaltirmanglar sinimmi? Ukajonim, dori darmonga qiynalmayapsanmi? Yo'q, qiynalganim yo'q. Habi aka, men o'zim yaxshi doktor bilan gaplashaman. Hali ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Sog'ayib ketasiz nasib bo'lsa. Mulla aka, Baraka top. Xudo sal xohlasa. puldan qiynalib turibmiz-da. Shunga E, hamma narsa pul degandek. Kini, bu nima deganingiz? Men pul haqida gapirdimmi? Pul haqida umuman o'ylamang. Mana men Voy. turibman. Rahmat mulla aka. Baraka Bo'ldi, top. o'zim hal qilaman. Sabr umring uzoq bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Sog'ayib ketasiz. Rahmat. Ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Xudo xohlasa. Qani, ol. Bismillahirrohmanirrohim. O'qishlaring yaxshimi? yaxshi. 5 mi? Yo 2 ham bormi? Yo'q, To'g'risini Bor, ayt. bor. yo'q, Ayt. hammasi besh. 5 bo'lsa yaxshi. Yo'qmagan, xo'p. Kelasizlar. Ha. Choyni menga ber. Oling. Voy, Ber. o'zingizmi? O'zim. Menga mulla aka. Mayli. Menga bering. Mulla Yo, aka, yo, yo. menga bering choy. Bera Yo, qo'ying. o'zim. Mana oling. Qayerda qolib ketdingiz, oyi? Oyijon. O'tir. Qani Jamila? Jamilaxon oshxonada edilar. Chaqirib kelaymi? Keldim, oyijon. Ke, o'tir. Tinchlikmi? Ovqat tayyorda, oyijon. Hozir sizib kelaman. Yo'q, o'tiring. Bolalarim, bu yerga hammangizni yig'ishimni bir sababi bor. U ham bo'lsa meni ko'zim ochiqligida otangizning vasiyatini bajarishim kerak. Uyimizni yuqorisidagi bog'ni otangiz yaxshi niyat bilan ter to'kib, mehnat qilib barpo qilgan. Ana o'sha bog'ni qaysi o'g'lim mehr bilan parvarishlasa, o'shanga ber degandilar. Mendan keyin qurib ketmasin deb tayinlagandilar. Bugun men mana shu bog'ni hujjatlari bilan birga katta akangiz
Komiljonga meros qilib bermoqchiman. Iya. Bundan sizlarni xabaringiz bo'lsin deb hammangizni shu yerga yig'dim. Rahmat ona, rahmat. Oyijon, meni sog'lig'imni bilasiz. Men bog'ga da'vogar emasman. Men roziman. Voy tavba. Ey. Nimaga indamayapsiz? Bog'i siz oling. Ha, Sobir. Kelin, nima gap? Nimani pichirlashyapsizlar? Mabodo gaplaringiz bo'lsa, gapiringlar. Hamma eshitsin. Yo'q, hech gap yo'q, oyi, tinchlik. Bor. Ey, Dadajondan qolgan bog'i beradigan bo'lsangiz, mana 3 o'g'ilga bo'lib bering. Habibulla akaga, Mulla akaga kerak emas bo'lsa, mana bizga kerak. Ayting. qo'ysang-chi, Xumri, qo'ysang-chi. Nima? Oling. Men savdodaman-ku. O'zimning ishim bor. Boqqa qarashga vaqtim yo'q. Sobir bog' qila olmaydi. Umrida bitta niholni ko'kartirmagan. Lekin Habibullohga berardim. Lekin bolamni sog'lig'i ko'tarmaydi. Keyin bog'ni bo'lib beradigan bo'lsam, sizlar bergan bo'laklarimni hammasini sotib pul qilasizlar. Men otangiz ming mashaqqatlar bilan bunyod qilgan bog'ni sizlarga berib yo'q qilishni xohlamayman. Ona, bo'ldi siqilmang. Xafa bo'lmang. Qo'ying. Ona, menga bermasangiz ham men bog'ga qarayman, ona. Unga e'tibor bermang aka. Biz rozimiz onajon. Mayli, Komil akamga bering. Akam uddalaydilar. Otamning ruhlarini shod qiladilar. Ha, bering oyi. Komil akam o'zi haqiqiy bog'bon. Tabriklaymiz aka. Rahmat. Sizga ishonamiz. Boringga shukr, rahmat. Rahmat bolalarim. Endi oshni suzing. Xo'p bo'ladi oyijon. Bo'la qol. Hozir. Bu nima qilganing, Xumri? Hali men hech narsa qilganim yo'q. Nima? Dada, nega bu bog'ni bir qismini bizga bermadilar? Shuni ayting, opa. Rost faqat ularga tegishli ekanda. Amakimga berarkanlar, nimaga bizni chaqirdilar? Imi-jimida berib qo'ymaydilarmi? O'chirlaring ovozlaringni. Bor xonangga ko'ngan. Ha? Nega bolalarga baqirasiz? Ha? Endi alamingizni bolalardan olyapsizmi? Ha? 30 sotix bog'a, 30 sotix. Hech bo'lmasa 10-10 qilib siz bilan akangizga bo'lib bersalar bo'lardi-ku. Yo'q, ularga faqat Komil aka o'g'il. Siz o'gaysiz. Ey, sen noshukur ko'pam dushmanlik qilib, bolalarni menga, oyimga qarshi qilib qayrama.
Onam nima desalar shu bo'ladi. Bir gaplar ikki bo'lmaydi, tushundingmi? Ana endi qilaman dushmanligimni. Dushman kelinligimni ko'rasanlar. Onangni ham, akangni ham boshiga men savdo solaman. Bir kun shu bog'ib tortib olaman. Dushmanlik ana shunaqa bo'ladi. Hech kim sizni bir tiyinga olmaydi. Hatto oyingiz ham odam o'rnida ko'rmadilar. Nimaga unaqa deysan? Qo'y shu gapni. Nimaga qo'yaman? Qo'ymayman. 3 dan birini bersinlar edi. Bog'ga siz qara olmasangiz, mana Azamat qarardi. Kap-katta yigit. Olmani sotib pul qilardi. Hademay uylantirishimiz kerak bo'ladi. Bu ahvolingizda qachon, qanday qilib to'y qilasiz? Bo'ldi. Azamat qilolmaydi. Bersalar qarardim. Komil amakim ham sal noinsoflik qilibdilar-da, lekin ukalarimning haqqini olmayman, ularga bo'lib bering demabdilar-da. Biron joyda qunt qilib ishlamaysan, bog' chopar eding. Ahmoq. Bog'ni xarob qilarding. Oting o'chsin senda erni. Sho'loq, duduq. Bunaqa otani boridan yo'g'i yaxshi. Onasi? Ha, Qumri. Ana u qo'shnimiz Ergash aka xotini bor-ku, qarz olgan. O'sha pullarni olib kelib berdimi? Ergash aka xotinimi? Ha. Yo'q, hali. Kecha Ergash aka kechqurun xotinim olib chiqib beradi degandi-ku. Ularmi? Ha. Esim qursin. Ha, olib chiqishdi. Lekin ishlatdim. Nima? 3 million so'm pulni qayerga ishlatding? Nima olding? Tilla oldim. O'shani pulni berib qo'ydim. Ko'chadan katta qarzligimni bilasan-ku. Nimaga savdoni pulini ishlatasan? O tovuqmiga g'oz bir solaymi? Ha? Uring. Urmoqchimisiz? Singlizga pul berasiz, ha? So'ramasidan. Ha? Onangizga pul berasiz. Mana buni ishlatib turing deb. Lekin menga bermaysiz. Xotin odam emas-da. Nasib bola ochko'z to'yasanmi sen o'zi? Ularga ozmoz beraman-ku. Sen tinimsiz olasan-ku. Ko'chadagi qarzimni beray, keyin yana olasan. Qarz bo'lsangiz siz bo'lgansiz. Men bo'lganim yo'q. Siz erkak kishisiz. O'zingiz muammongizni o'zingiz hal qiling. Tushundingizmi? Senga gap uqtirib bo'larmidi?
Dadasi, siz ham internetga bog'lanib qoldingizmi? Ey onasi, Ha. qanaqa internet? Buni qara. Sobir! Sobirjon! Ha, Sobir! kim u? Men akayman. Aka, tinchlikmi? Tinchlik emas. Kiring uyga. Uyga kirishga vaqt yo'q. Nima bo'ldi? Kichkinami ahvoli og'irlashib qoldi. Ha. Operatsiyaga pul kerak. Pul berib tur. Pulmi? Yo'q, hozir pul yo'q edi, aka. Shunaqa demagin. Iltimos topib ber. Aka, qarang, harakat qilaman. Keyinroq xabar oling. Yo'q, o'zim topsam olib boraman. Yaxshi. Ha. Ishondimi? Bo'ldi, aka. Ishondimi? Xo'p. Nima qilsam ekan? Yo'q-a? Yo'q, hozir yo'qda, aka. Eshitmayapsanmi? Chaqiryapti. Men emas, sizni chaqiryapti. Sobir, Tinchlikmi? sho'rimga sho'rba Ha? to'kilib qoldi. Nima bo'ldi, ona? Ona, nima bo'ldi axir? Tinchlikmi? Onang yo'lsin, bolam. Ona, nima bo'ldi? Gapirsangchi. Onang yo'lsin. Jiyaning Mahmudjon o'lib qoldi. Mahmudjonim o'lib qoldi. Alloh, umri qisqa ekan, norasida bolam. Ona, Voy qachon, Mahmudjon. nega? Nima bo'ldi o'zi? Bo'ldi, ona, o'zingiz qo'lga oling. Nima bo'pti o'zi? Kasali kuchayib, isitmasi ko'tarilib, nafas qisilib o'lib qoldi. Voy bolam. Voy boshimizda shu ko'rgilik ham bormidi? Bo'ldi, ona, bo'ldi. Allohning irodasi ekanda. Ona, bo'ldi qiling. Bo'l tez keyin akangnikiga boramiz. Xo'p, Akang xo'p, nima ona, qiladi hozir. endi? Qandoq chidaydi? Qayt qilmasdan bor, to'nimni olib chiq. Voy sho'rim. To'pini ham olib chiq. Bo'ldi, ona, o'zingiz bosing. Umri qisqa ekanda, ona. Bo'l. Voy bolam. Ona. Bo'la qol endi. Hozir. Agar o'g'limiz hozir tirik bo'lganda, yordamchingiz bo'lardi. Tirik bo'lganida bir kun qanotimga kirardi. Uyimni chirog'ini yoqardi. Mendan keyin bog' unga qolardi. Qarigan chog'imda oyog'imni uzatib bog'i chaylasida choy ichib o'tirardim. Avval otam mehnat qilgan. Endi men ishlayapman bu bog'da.
Mendan keyin Mahmudjon o'g'lim otamdan qolgan bog'i obod qilardi. Endi bog' kimga qoladi? Mendan keyin kim qaraydi? Essiz. Bog'im egasiz qoladigan bo'ldi. Qo'limizdan nima ham kelardi. Allohning irodasi. Mayli xotin, qurib ketsin. Seni ham yarang yangiladim. Seni ham yig'latdim. Meni kechir. O'zingiz ham yig'ladingiz-ku. Siz kechiring. Olding yo'q. Obbo, shunaqa degin. Aka, shunaqa bo'lib qoldi-da. Keyingi haftaga Xudo xolasa qilib beramiz. Lekin qarzing ko'payib ketdi. Uzr aka. Endi aytadi-ku. Qarzi borni qarzdor tushunadi deydi-ku. Endi hammamizda ham bor qarz. Hozir. Keyingi hafta olib chiqib beraman. Bo'ldi, to'lab qo'yasizlar, ha? Ha, rahmat aka, kattakon. Yaxshi boringlar. Salom deb qo'yga uydagi. Xo'p, rahmat aka. Assalomu alaykum. Bormang. Assalomu alaykum. Yaxshimisan, Assalomu ukam? alaykum. Yaxshimisiz? Aka, pulni qachon berasiz? Bo'ldi. Hammasini to'layman. Bir tiyinni qoldirmasdan beraman. Faqat iltimos, ozgina muhlat beringlar. Qanday to'laysan? Shu kichkina mini marketdan 500 million qarz bo'lyapti. Nima qilamiz? Menga qarang aka. Shuncha paytdan beri berishingiz kerak bo'lgan pul ustiga pul qo'shilyapti, bilasizmi? Yana bo'yningizga protsent ilamiz. Boshqa iloji yo'q. Unday qilmanglar, iltimos. Bola chaqam bor. Hammasini to'g'rilayman deyapman-ku. O'zi ustiga shuncha foiz qo'shganinglar yetar. Akalar, yaxshiliklaring yerda qolmaydi. Bo'ynimga protsent ilmanglar, iltimos. Iloji yo'q. Biz ham xo'jayinga ishongan odamlarimiz. Borib ularga hisobot berishimiz kerak. Endi ukam shuncha paytdan beri keyingi oy deysan. Shu paytgacha senga yon bosib keldik. Bu yog'i yetadi ukam. Bo'l tezroq qarzingni ber. Aka, beraman deyapman-ku. Bir tiyinagacha qoldirmasdan beraman deyapman. Ishoninglar, iltimos. 500 million kichkina pul emas aka. Qanday to'laysiz? To'layman deb belingiz chiqib ketmasin yana. Endi bu yog'ini o'ylamang, uka. Nima qilib bo'lsa ham to'layman, xavotir olmang. Katta pulni bo'ynimga ilmanglar, juvonmarg bo'lib ketmang, iltimos. Bu deyman, bosib yig'ib qo'yganing bor shekilli. Pullarni beraman deb ishonch bilan gapiryapsan? Aka, bosib yig'ib qo'yganim bo'lsa, shu paytgacha berib qo'ygan bo'lardim-ku. Meni aka-uka jigarlarim bor. Jigarlar shunda paytda yordam bermasa, qachon yordam beradi? Menga qara. O'zing berasanmi? O'sha to'shganlaring beradimi? Bizga farqi yo'q. Xullas senga 3 kun vaqt. Pulni to'laysan, tamom va salom. Xo'p. To'layman, xo'p. O'zi bo'larim bo'ldi. O'ylaverganimdan kechalari umuman uyqum ham kelmayapti. Halovatimdan ayrilganman. Qayerdan ham shu mini marketni arendaga oldim-a? Undan ko'ra aka-ukalarim bilan ketmon chopib yursam bo'lmasmidi? So'nggi pushaymon o'zingga dushman deyishadi. Sen bu yoqqa pulni topishni o'ylagan, xo'pmi? Endi gap bunday. Xo'jayin Sobir to pulni berguncha mashinasi bizda turadi dedi. Yo,
Ey, kalta ber. Chiqar kalitni. Bo'ldi. Xo'p. O'zingga yomon bo'ladi. Mana, xo'p. Ha, yana bir gap. Agar pullarni bera olmasangiz, dang'illama yashab turgan uyingizni bo'shatasiz. U bizniki bo'ladi. Pulimizni o'rniga uyni sotuvga qo'yamiz. Aka, siz mashinani haydang. Iltimos, akalar. Pulni toping. Bo'ldi, gapni ko'paytirma. Pulni tezlashtir. Nima qilyapsan bu yerda? Kim? Menmi? Ha, sen boshqa kim bo'lardi? Uyimga ketaymi? Uying shu tomondami? Ha? Esing joyidami? Uyingni bilmaysanmi? Yoki esing og'ib qoldimi, ha? Yo'q, bilaman. Bilsang nima orqamdan yuribsan? Uying mahalla nari chekkasida edi shekilli. Yoki har bitta ko'chada bittadan uying bormi? Yo'q, o'zim shunchaki. Nima shunchaki? Mana bu ko'chadan aylanib bormoqchi edim. Nima, senga xalaqit berayapmanmi? O'zingni o'zing qo'shiq qilasan? Ha, xalaq beryapsan. Orqamdan yuribsan soyadek. Odamlar ko'rsa nima deydi? Dadam ko'rsa-chi? Men senga nima qildim, tavba qildim. Yo'lingni to'smagan bo'lsam, qo'lingni ushlamagan bo'lsam, Voy. Hali yo'limni to'sib qo'limni ushlash niyating ham bormi? vaqti kelsa, u ham bo'lib qolar. Hozir shu sumkam bilan bir tushiraymi? Ey. Voy. Hazillashdim. Uyingga jo'na dedim. Ikkinchi ortimdan yurma, tushundingmi? Yursam nima bo'ladi? Kallang ketadi. Mayli, kallam ketsin sen uchun. Dadam oladi shu kallangni. Bilding? Komil aka unaqa beshaqat odam emas-ku. Ey, ortimdan yurma dedim. Tushundingmi? Bo'pti. Yaxshi. Qaradi. U ham meni sevadi. Opa, bugun siz sinfdoshingiz menga shokolad berdi. Aha. Voy, kim shokolad berdi deysan? Buvi, Nargiza dugonam bergan. Shu siningni yaxshi ko'raman deb yurardi doim. Ha? Yo, Nargiz opa emas, o'g'il bola sinfdoshingiz. Aha. Hey, O'g'il bola sinfdoshing? Kim ekan u? Ismini lekin bilmayman. Men ham bilmayman, oyi. Menga shokolad berdi-yu. Assalomu alaykum ona. Ke bolam. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Keling dadasi. Nima to'g'risida gaplashyapsizlar? Yo'q, biz shunchaki o'zimiz. Umi, shokolad degandek bo'lding qizim. Yeging kelyaptimi? Yo'q, qizingiz gapiraveradi-da. Dadam bilib qolishlariga sal qoldi-ya. Jinni tolib. Nega shu chaqimchi Umidaga shokolad beradi-ya? Kimligini aytadi deb yuragim yorildi-ya. Qizim, dadangning ovqatini olib kel, bo'laqa. Hozir olib chiqaman. Qalaysan? Yaxshi. Bilasan, men seni maktab davridan beri yaxshi ko'raman. Qani singlimizmi?
Ha, xuddi o'zi. Xo'p, nima demoqchisan? Jamila, men senga uylanmoqchiman. Nima qilasan? Birov ko'rib qolishi mumkin. Voy, Voy, qo'llashyapti. sharmanda. Xo'p desang, uyingga sovchilarimni jo'nataman. Nega unda bir emas, 2 marta boshqasiga uylanding? Bilasan, ularga ota-onam uylantirgan. Menga qolsa avval boshdanoq seni olardim. Qara-ya. Yaxshilab qarang, u bola kim? Xotin bos, ana yer yutkurku. Kim u? Anvar qassob bor-ku, o'shan o'g'li Nodir. Ha, O'qishim borligini bilasan-ku. Menga qara, baribir sirtqida o'qiyapsan-u. O'qishingni bir amallab tugatib olasan. Nima o'qishing qochib ketadimi? Qochib ketadi. Qassob pul o'qitirtirganda buni. Xotinni ham paypoqdek yechib almashtiradi. Bitta bolani tirik yetim qilgani ham bir timunga. qayni singlimiz balo. Xotin qo'ygan bo'lsa ham boyvachchasini ilintiribdi. Bo'ldi, uydagilaringni ogohlantir. Ertaga onam sizlarni kesovchilikka boradilar. Voy, buncha tez. Bilasan, kutishni yomon ko'raman. Quchoqlashadi hozir. Bir pasturiylik ko'rasiz. Voy, o'lmasam. Voy, sharmanda. O'zi bu 30 ga kirayotgan qari qizni kim ham olardi? Shunaqa xotin qo'ygan, xotini o'lganlar oladi-da. To'g'ri aytasiz, faqat shunaqa o'ylanadi. Tushunding-a? Jamila. Tushundingmi? Rozimisan? Bilmadim hali uydagilar nima deydi. Ko'ramiz. Bo'pti, men ketdim. Xayr. Begini. Yuring, bularning ahvolini ko'rdingizmi? Birovlardan qayerim kam? Hech kimdan kam joying yo'q, xavotir olma. Lekin menga qolsa diydori qursin o'shani, xotinbozni. Axir bu to'kda ishlaydi. To'k degani pul degani. Kim to'laydi pulni? Yana ortimdan kelyapsanmi? Dadam ko'rib qolsa yomon bo'ladi deb aytmaganmidim? Ey, Haligi ko'cha boshidagi Anvar qassobning o'g'li. Nodirjon. Esing joyidami seni? Ha, xotin kishini tili tinmasa, erkakni qo'li yugurday bo'ladi. Go'rlarga dushmanlarimiz kirsin iloyim. Tirik, o'lik bo'lib yashayotganlar ham tezroq go'rga kirsa yaxshi bo'lardi. Axir yordam bera olmasam ham jigarimni ahvolini bilgim keladi.